Molli bunaqa situatsiya meni hayotimda birinchi marta bo'lishligi. Hozir menga aytib bergan narsangiz bilan aytib bering. Yo'q, keling, buni aytib berib o'tirmaymiz. O'zligi ko'rib qo'ya qolishsin. Michael Jackson'ni ko'rgandek bo'lyapti. Bizlar achonlashib. Yaxshimisiz? Bugungiz mana? Men bilan o'ynash orzungiz rostmi? Eng katta orzuying nima deganimda nima degandingiz? Avjichilarni ko'rish degan. Aynan kim bilan? Skilizmda. Mana yoningizda turibdi. Yana bir gapni aytgandingiz. Skiluzbi bilan agar Xudo xolasa ko'rishsam degandingiz, nima qilaman degandingiz? O'ynab, yutib keyin nima qilaman degandingiz? Soch olishda. Olamizmi? Ibrohim sochini? Meni sochimni olib tashlaysiz. Kelishdingmi? Kelishdik bo'ldi. Diyorbek ukamiz bilan o'yin boshlanyapti. Xursandmisiz? Men o'ylayman, lekin katta jo'tib yutasiz meni. Yo'q, kuchliroq bo'lsa tez tanilib ketadi. Tanilmaganiga qarab qolaman. 21-10. Gapsiz bo'lishi mumkin. Men birinchi marta karyeramda yutib bo'lishim. Topildi, meni yutadigan odam bor ekan, mana shuncha qidirdim. Meni 2 barobar shot yutdi, bitta ikkita emas, 21-10 ga yutdi. Молодцы. Diyorbek, qanday bo'ldi? Siz reaksiyangiz? Zo'r 200 ga chiqsa reaksiya. 200 ga chiqdimi? 300 ga ham chiqaramiz, hali bo'lib kelaman, men bo'ladimi? Yo'q, shart emas. Yo'q, men va'da berganman-ku sizga. Bo'ladimi? Bo'ldi, keling, to'xtalib qo'yasizlar. Diyorbek ukajonim, like sanga. Sochimni kalqib yording. Yig'lab o'tiribman ukam. Yorib yording meni, gap yo'q, sen yaxshi ko'raman.